Erim menga ruxsat bermaydigan 5 ta narsa. Birinchisi bu meni yuz ko'rinishimni o'zgartiradigan har qanaqa kosmetologik muolajalar, masalan, lab botoks qilish, yuzni torttirish va yana shunga o'xshagan. Ikkinchisi bu narashka kiprik yoki tirnoqlar oddiy lak bilan bo'yashga ham qo'ymaydilar. Bu narsani men o'zim ham qilmayman. Uchinchisi bu har qanaqa yorqin rangdagi kiyimlar va tor kiyimlar. Tor kiyishga umuman qo'ymaydilar va yorqin rangdagi kiyimlarni ham kiyishga qo'ymaydilar. O'zlari ham kiymaydilar va menga ham ruxsat bermaydilar. To'rtinchisi bu meni avtobusda yurishimga ruxsat bermaydilar. Nimagaligini o'zim ham bilmayman. Beshinchisi va oxirgisi bu ularni ruxsatsiz Instagramda primoy efir qilishim yoki qanaqadir video joylashim. Men joylaydigan har bitta istoriyani ham hattoki ular o'zlari birinchi ko'rib, keyin menga ruxsat beradilar va shundan keyin men joylashim mumkin. Hozirgi ayrim bir zamonaviy fikrlaydigan qizlarning gaplariga ko'ra, bu ortiqcha ishonchsizlik turmush o'rtog'iga nisbatan yoki abyuzerlik deb qaraladi, lekin qachonki turmush o'rtog'ingiz tomonidan qo'yilayotgan zapretlar haqli bo'lsa, ya'ni u bizning hayot tarzimizga, turmush tarzimizga, dinimizga qarshi zapretlar bo'lmasa, bu narsani biz ayol sifatida qabul qilishga majburmiz, chunki ular nima bo'lsa ham bizning turmush o'rtog'imiz. Va bu zapretlarni qabul qilish men uchun aynan qiyin bo'lmagan, chunki o'zim ham qattiqqo'l oilada tarbiyalanganman va bu narsalarni men to'g'ri deb o'ylayman, chunki bu zapretlarning hammasi bizning foydamiz uchun.